men o'sha Yasmina. Bugun men bilan juda oddiy va juda shiringina ko'zchalari qimirlaydigan mushukchani yasashni ko'rsataman. Bu mushukchamizni taxlash juda oson. Buni ko'zchalari mana shunday qimirlaydi. Xuddi sichqoncha topib bo'lganday. Chunki bu mushukchamizni qorni ochdir, balkim. Bugun sizlar bilan mana shunaqa ko'zchalari qimirlaydigan mushukchani taxlashni ko'rsataman. Ayni bitta mushukcha emas, balkim o'zingiz yoqtirgan hayvonni taxlashingiz ham mumkin. Masalan, ikkita quloqchasini olib tashlab, shuni o'rniga quyoqni quloqchalarini qo'yib yasashingiz ham mumkin va ko'rinishini o'zgartirib, o'zingiz yoqtirgan hayvonni ko'rinishini chizib kesib, mana shunaqa ko'zchalar qimirlaydigan hayvonchani taxlashingiz mumkin, o'zingiz yoqtirgan. Bo'lmasam, bu mushukchamizni taxlash uchun kerak bo'ladigan narsalarni aytib o'taman. Tezroq sumkangizdan oling. Men bo'lmasam aytishni boshladim. Bizga kerak bo'ladi qora qalam va qaychi, kley, har xildagi flomasterlar. Agar sizda flomaster bo'lmasa, qalamlardan foydalanishingiz mumkin. Va eng asosiysi rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasam, bu ko'zi qimirlaydigan mushukchamizni taxlashni boshladik. Xo'sh, siz qaysi hayvonni yaxshi ko'rasiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Men mushukchani yaxshi ko'raman, mana shunaqa. Shuning uchun mana shunaqa mushukcha taxladim. Ko'zchalari qimirlaydigan. Bo'lmasam bu mushukchamizni taxlashni boshladik. Xo'sh. Bularni bir chetga qo'yib, flomasterimizni ochib olamiz. Mana flomasterimizni ochib oldik. Rangli qog'ozimizni ochib olib, orqasidan oq list olib olamiz. Bu oq listimizdan bizga ikkita kerak bo'ladi. Agar sizda oq list bo'lmasa, har xil rangli qog'ozlardan foydalanishingiz mumkin. Xo'sh. Bo'lmasa, bu bitta listimizga mushukchani ko'rinishini chizib olamiz. Mana, mushukchamizni ko'rinishini chizib oldik. Kameraga ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun flomaster bilan, qora flomaster bilan ustidan yurg'izib chiqamiz. Chizganimizning ustidan mana shunday hech qayerga chiqib ketmasdan flomaster bilan ustidan yurg'izib olamiz. Mana chizib oldik bu mushukchamizni. Endi bunga ko'zcha, mana ko'zcha, og'izcha, qo'lcha, oyoqchalarni chizib olamiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib qora qalam bilan chizamiz, keyin uni ustidan flomaster bilan yurg'izib chiqamiz. Quloqchalarni chizib oldim. quloqchalarni ichiga mana shunaqa supurchaksani chizib oldim.
Xuddi mana bu mushukchamizga o'xshaydi quloqchalari. Hozir taxlaydigan mushukchamniki ham. Xo'sh, bo'lmasam endi ko'zchasini, ikkita ko'zchasini chizib olamiz. Keyin qo'lcha va oyoqchalari qoladi. Afchasini ham chizib oldik, yuzchasini, mana mushukchamizni. Endi qo'lchalari va oyoqchalarini chizib olamiz. Undan oldin mushukchamizga chizganimizni katta qo'richasini chizib olamiz aylana qilib. Mana qo'lchasi va oyoqchalarini ham chizib oldik. Endi buni mana bunaqasiga buklab, mana bu uchiga qilib qatlab olamiz. Tekis qilib mana, chunki bu mushukchada bizga 3 ta kerak. Shuning uchun 3 ta mushukchamizni chizib olamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib bundan oldin bu mushukchamizni mana bu qoldirib ketgan joylarimizni flomaster bilan, har rangli flomaster bilan ichlarini bo'yab olamiz. Mana mushukchamizni ham bo'yab oldik. Endi buni kesib olamiz. Kerakli joylarini bo'yab oldik. Bo'yaladigan joylarni endi bu yog'ini kesib olamiz. Mana shunday kesib oldik ikkita mushukchani. Xo'sh, endi 3-chi mushukchani ham kesib olamiz. Ortib qo'yganini bir chetga olib qo'yamiz. Xo'sh. Undan oldin esa bu mushukchamizni qo'yib olamiz va shu qo'yib olganimizni mana shunday qilib ustidan chizib olamiz. Mana chizib oldik. Endi bu kameraga ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun ustidan flomaster bilan chizib olamiz.
chizib oldik. Endi shuni kesib olamiz. Bu ayni mushukcha emas. Mushukchaning ichiga qo'yiladigan mana shunaqa mana shunaqa bo'ladi. Bu ortiq qolganini bir chetga olib qo'yamiz. Xo'sh. Endi mana shunday qo'yib olamiz. Keyin bunga aylanacha chizib olamiz. Mana shunday ikkita mayda aylanacha chizib olamiz. Bu ko'zining ichidagi qorachig'i bo'ladi. Buni qora flomaster bilan bo'yab olamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu ko'zchalarni ichidagilarni kesib tashlaymiz. Bu ortiqchalar. Xo'sh, uning uchun ozgina joyni teshib olamiz. Qalamimiz yordamida keyin qaychimiz bilan mana shunday qilib kesib olamiz. Ohistalik bilan chetlariga chiqib ketmasdan. To'liq mana shunday ichini kesib tashlashimiz kerak. Xuddi mana shunday bo'lishi kerak. Bu ko'zini ham xuddi shunday qilamiz, ikkinchi ko'zini. Ozgina teshib oldik. Endi qaychimizni kirgizib, ozgina kesib oldik. Endi tepa-past hech qayerga chiqib ketmasdan asta-sekinlik bilan kesib olamiz. Mana shunday aylantirib, sekin-sekin kesib olamiz. Mana ikkita ko'zchasini ham kesib oldik. Endi bu ichidagi qorachasini ham kesib olamiz. Mana bu qo'lchalari, oyoqchalarini qoldirib, faqat mana shu chetdagilarni kesib olamiz. Buni ham ozgina chetidan mana shunday teshib olamiz. Qaychimizni kirgizib, osonroq kesishimiz uchun o'rtasidan kesib olamiz mana shunday. Buni ham ohistalik bilan albatta kesib olamiz. Sekin asta hech qayerga chiqib ketmasdan mana shunday qilib kesib olamiz. Endi pastini ham xuddi shunday hech qayerga chiqib ketmasdan kesib olamiz. Ohistalik bilan sekin-sekin kesib olamiz. Mana kesib oldik. Ortiq qolganlarini bir chetga olib qo'yamiz. Mana. Xo'sh, endi buni mana bunday qilib
Bu yerda mana bu chizgan ko'zimizni qora chig'indi. Xo'sh, endi bu pastiga ham aylancha qizil flomasterimiz bilan ichiga mana shunday qilib bo'yay olamiz. Agar sizda flomaster bo'lmasa, har xil rangdagi qalamlardan foydalanishingiz mumkin. Keyin, aytgancha, siz qaysi hayvonni taxlayapsiz? Buni albatta kommentga yozing. Mana, xuddi mana shunday qilib siz ham chizib oling. Ichini ya'ni bo'yab oling. Xo'sh, bo'lmasam endi buni mana bunday qo'yib, endi ozgina joylarini buni kley qilib yopishtirib olamiz. Faqat kerakli joylarini. Quloqchalarini va dumchalarini ozgina mana bu yerni ham kley qilib olamiz. Ko'p emas, faqat ozgina. Ozgina kley qilib oldik. Buni qo'yib olamiz. Joylashtirib va keyin bu mushukchamizni bu yerga yopishtiramiz. Tekis qilib mana shunday yopishtirib olamiz. Bu mushukchamiz tayyor. Ko'zchalari mana shunday qimirlaydi. Xo'sh, bu yerda bitta yig'ishtirib olamiz. Mana bu yerni ozgina kley qilib yopishtirib oling. Xo'sh, endi bu yerda bitta yig'ishtirib olamiz. Va keyin bu mushukchalarimizdan qaysi biri ko'proq chiroyli chiqqanini solishtiramiz. Bu yerdagi ortiqchalarni bir chetga qo'yamiz. Flomasterimiz joyiga qo'yib, oqsimga qo'yib, rangli qog'ozimizni ustiga qo'yamiz. Mana xuddi shunday. Mana bu yerni yig'ishtirib ham oldik. Dadam. Bu avval taxlagan ko'zi qimirlaydigan mushukcham. Bu esa hozir taxlagan ko'zi qimirlaydigan mushukcham. Xuddi sichqoncha to'p o'yganda ikkalasi ham mana shunday ko'zini qimirlatadi. Bular ikkalasi endi opa-singil bo'lishdi. Bunisi opasi, bunisi esa singli. Buni mana shunaqa ko'zi qimirlaydigan mushukchalarni taxladim. Bu taxlagan mushukchalarim sizga yoqdimi? Bu taxlagan mushukchalarim o'zimga juda ham yoqdi. Agar sizga bu taxlagan mushukchalarim yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Bye.